Assalomu alaykum. Bugun ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Bu present zamonlariga bag'ishlanadi. Birinchi zamonimiz bu present simple zamoni. Demak, hozirgi oddiy zamon deb tarjima qilinadi. Xo'sh, uning 3 ta gap shakli bor, ya'ni darak gap shakli, inkor gap shakli hamda so'roq gap shakllari mavjud. Birinchi darak gap shaklida keladigan bo'lsak, unda biz olmoshlar I, men, you, sen, we, biz, they, sizlardan keyinda fe'lning birinchi shakli verb one shaklidan foydalanamiz. Masalan, I walk degani men yuraman degani. Masalan, men boraman demoqchi bo'lsam, I go shaklida beriladi. Men kelaman desam, I come degan shaklda beriladi. Demak, tushunishimiz bo'yicha ega va fe'lning birinchi shakli qo'yilar ekan. Faqat 3 ta olmoshimiz he, u o'g'il bolaga nisbatan, she, u qiz bolaga nisbatan, it, u narsa va demak hayvonga nisbatan o'sha fe'limizga verb one oxiriga s qo'shimchasi yoki es qo'shimchasini qo'shamiz. Masalan, he walks degani u yuradi degani yoki masalan aytishimiz mumkin she sleeps u uxlaydi, it lays narsaga nisbatan u turadi degan ma'noni anglatadi. Endi agar inkor shaklida bermoqchi bo'lsak, olmoshlarimiz I, you, we, they dan keyinda fe'l birni qo'yishdan oldinda do not shaklini qo'yamiz. Masalan, I do not walk, men yurmayman degan. Agar he, she, it olmoshlarimizga nisbatan bo'lsa, fe'l birdan oldinda does not qo'shimchasini qo'shamiz va albatta nutqda uni doesn't deb chiqartiramiz. Masalan, he doesn't walk degani u yurmaydi degani. Masalan, qiz bolaga nisbatan u uxlamaydi demoqchi bo'lsak nima derdik? She doesn't sleep deymiz. Va so'roq gap shaklida yordamchi fe'llarimiz do hamda doesni egadan oldinga o'tkazamiz. Masalan, I, you, we ga nisbatan xo'sh, do I walk degani u yuradimi degani. Va masalan, bunga javob berilgan paytda avvalgidek qisqa javob beriladi. Ha, u yuradi demoqchi bo'lsam, yes, he does yoki do you walk? Ha, sen yurasanmi deganda, ha, men yuraman desam, yes, I do shaklida beriladi. Yo'q, men yurmayman demoqchi bo'lsam, no, I don't shaklida beramiz. Va uchinchi shaxsga nisbatan, ya'ni he, she, it olmoshlariga nisbatan kelganda esa fe'l birdan va egadan oldinga does yordamchi fe'lni o'tkazamiz. Masalan, does he walk? U yuradimi? Degan shaklda beriladi. Ha, u yuradi demoqchi bo'lsam, yes, he does deymiz. Yo'q, u yurmaydi demoqchi bo'lsam, no, he doesn't degan shaklda beriladi. O'zi nima uchun present simple zamoni ishlatiladi desa, demak, yana bir marotaba takrorlasak, darak gap shaklida ega va fe'lning birinchi shakli uchinchi shaxs he, she, itga nisbatan es qo'shilar ekan. Inkor gap shaklida ega hamda fe'l birning orasiga do not, I, you, we, they olmoshlariga va he, she, itga nisbatan esa does qo'shilar ekan. So'roq gaplarda esa do va does yordamchi fe'llari asosiy fe'limiz hamda olmoshlarimizdan oldinga qo'yiladi. Ishlatilish holati bu odatiy takroriy harakatlarni berganda present simple zamondan foydalanamiz. Demak, bu shunday harakatki, uni doim takroran bajaramiz. Mana misol, Amy walks to school every day. Tarjima qilsak, Amy har kun maktabga boradi. Present simple, ya'ni she olmoshga tenglashtirilgan Amy degan otimiz va albatta she ga nisbatan s qo'shardik. Mana bu yerda ham shunday qilingan, Amy walks bo'lganligi uchun, demak, bu takroriy harakat bo'lganligi uchun present simple zamoni ishlatiladi. Ikkinchi holati fakt harakatlar haqida gapirganimizda. Bu fakt degani doimiy o'zgarmas xususiyatga bo'lgan harakatlardir. Bunday holatda ham present simple dan foydalanamiz. Masalan, fakt harakatlar the water boils at 100 degrees centigrade. Ya'niki suv 100 gradusda qaynaydi.
yoki haqiqat harakatlari, deylik haqiqat, o'zingizga nisbatan haqiqat harakatlari bo'lsa, mana bu yerda they live in a big house. Ular katta uyda yashaydi. Bu haqiqat gap. O'sha uchun ham ega va fe'lning birinchi shaklidan bo'ladi. Xo'p, keyingi holati mana yana bir fakt harakatga misol. The sun rises in the east. Demak, quyosh sharqda chiqadi degan shaklda berildi. Va albatta ma'lumot berilganda, kishilar va narsalar haqida ma'lumot berilganda ham present simple zamonidan foydalanamiz. Masalan, xo'p, the book costs £5. Ushbu kitob 5 funt turadi. Mana tushundik-a, nega mana bu yerda costs shaklida keldi? Chunki bu it olmoshga teng bo'lgan ot edi. Shuning uchun ham unga ses qo'shimchasi qo'shildi. Xo'sh, va demak esimizdan chiqarmaymiz. Ba'zi fe'llarimiz bor. Ular doimo present simple zamonida keladi. Masalan, shu fe'llarga have bor bo'lmoq, have got ega bo'lmoq, want xohlamoq, cost narsaga nisbatan narx turmoq degan ma'noni anglatadi. Ular demak kishi va narsa haqida ma'lumot berilganda, fakt harakatlar aytilganda, haqiqat gaplar aytilganda present simple shaklida keladi. Masalan, bu yerda aytibdi, he has a pet. Uning demak onaki jonivori bor ekan. Keling, shu want bilan bir gap aytamiz. Want xohlagan edi, xohlamoq edi. Men deylik Amerikada yashashni xohlayman demoqchi bo'lsam, I want to live in America. Xo'sh, va keyingi misolimiz talaffuzlarda aytdik, he, she, it va unga tenglashtirilgan otlarimizga nisbatan fe'limizga ses qo'shimchasini qo'shamiz. Masalan, deylik, I ski degani men chang'uvchiman degani. Lekin agar he, she, it olmoshga nisbatan shu fe'lni ishlatmoqchi bo'lsam, he skis degan shaklda aytamiz. Va bizga aytmoqchi bo'lgan qoida shundan iboratki, agar bizlarning fe'limizning oxiri ikkita s bilan, demak sh ya'ni sh deymiz, ch ya'ni ch deymiz, x harfi va o bilan tugagan bo'lsa, unda o'sha fe'llarimizga es qo'shimchasini qo'shamiz. Bu demak yozish nuqtai nazaridan. Miss degani o'tkazib yubormoq. Masalan, qiz bolaga nisbatan u avtobusni o'tkazib yuboradi desam, she misses the bus. Brush degani cho'tkalamoq degani, watch ko'rmoq degani. Masalan, deylik, u har kun televizor ko'radi desam qanday bo'ladi? To'g'ri, he watches TV every day. Fix to'g'rilamoq. Masalan, deylik, qiz bola xatoni to'g'rilaydi degan ma'noda aytsam, she fixes her mistakes. Go bormoq. Masalan, yigit bolaga nisbatan u maktabga har kuni boradi desam, he goes to school every day. Xo'p, ba'zi fe'llar ana oxiri y harfi bilan tugasa, unda unga ies qo'shimchasini qo'shamiz. Masalan, study o'zimizga nisbatan men maktabda o'qiyman desam, I study at school deyman. Lekin qiz bolaga nisbatan u maktabda o'qiydi desak, nima deymiz? She studies at school. Va demak, agar y harfi bilan tugagan bo'lsa va undan oldingi harfni only bilan tugagan bo'lsa, unda avvalgidek oddiygina ses qo'shimchasini qo'shamiz. Agar demak olmoshlarimiz he, she, it bilan ishlatilsa. Mana e'tibor beramiz. I play football. Men futbol o'ynayman. Yigit bolaga nisbatan u futbol o'ynaydi desam, he plays football degan shaklda kelar ekan. Xo'p, keyingisi talaffuz bilan bog'liq bo'lgan qoida berilibdi. Agar demak talaffuzda so'zlarimiz f, k, p va t harflari bilan tugagan bo'lsa,
unda talaffuz qilganda he, she, it olmoshi va unga tenglashtirilgan otlarga s qo'shimchasini qo'shamiz. Masalan, loves degani kuladi, thinks o'ylaydi, keeps saqlaydi, hates yomon ko'radi. Masalan aytamiz, yigit bolaga nisbatan u morojenini, ya'ni muzqaymoqni yomon ko'radi desam, he hates ice cream degan shaklda beramiz. Va albatta, agar fe'limiz s, sh, ch, j va z harflaridan keyin talaffuzda tugaydigan bo'lsa, undan keyin s qo'shimchasini qo'shamiz va lekin talaffuzda uni z shaklida beramiz. Masalan, misses, wishes, matches, arranges, rises shaklida keladi. Birinchi kundan nafaqat grammatik qoidalarni shu bilan birgalikda talaffuz ustida ishlasak, biz ertaga speaking qismiga kelganimizda o'zimizga ishimiz ancha oson bo'ladi. Va albatta qolgan holatlarda he, she va it olmoshi va unga tenglashtirilgan otlarning yoniga fe'l qo'yganimizda unga yozilganda s qo'shamiz, lekin talaffuzda z shaklida kelar ekan. Masalan, dreams, plays, begins, stands, saves, skis shaklida keladi. Mana bu yerda